Assalomu alaykum Shohxona tom kuzatuvchilari. Bizni go'zaldagi obyektimiz kelganmiz, ustamizdan ma'lumot olamiz. Hurmat usta. Salomat bo'ling aka. Usta, bu endi necha kunda ish holatiga keldi bu tom? Xudo xolasa bir haftacha bo'ldi shu ko'rinishga keldi. Endi bag'ri mana xudo xolasa bir 2-3 kunlarda ana oldida arkamiz bor. O'zi narsalar tashab tusiladi. Xudo xolasa straplarni mana bo'lib tashibdi. 3 kun 4 kunlarda bitkazib, xudo xolasa o egalariga topshiramiz. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa Shohona tomga telefon qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, to'sin vassalarini ichida qilib, biz chiroyli qilib beramiz. Necha kishi bilan bosdinglar bu? 5 kishilik jamoamiz bilan shu ko'rinishga olib keldi o'shuni. Xudo xolasa xizmatlar bo'lsa kelaverasizlar. Keramiz, mana qo'llarimizni ham ko'ring, mana hammasi bir tekis yo'q. Mana bitta mashinadan ko'rsangiz, xudo xolasa zo'r. Ideal qilib qilingan. Aynalarimiz bor ikkita, kichkina. Bularni qo'yishadi. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Shohxona tomga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz.